Yaxshimisilar do'stlar, men sizlarning 100 tuvan Xijiljon do'stinglar yandan bayon. Necha kundan yoki xalqaro oliy janoblar birlashmasining a'zolari kayni-kaynidan meni izlab kelib, mashinangiz ikki ishni o'zi uchun urushga silib qo'ygan Bella ikki yalang'och yigit bilan ularning uyiga bormoqchi bo'ladi. Bu kim bo'lib ketdi? Iliq Shaparangning muobbiti. Yaxshimisiz Shaparang qiz? Yaxshimi ishning kuchiga? Meni tartinmay ishning xotini davring. Men mushlarning orasida birsiga tekkan, qaysiga tekkanim esimda qolmabdi qarang. Bu chaqda Yoqub Zaposchoq sirtdan osta mengib kirdi. Hamda Bellani talog'i ochib, haqiqiy ahvolni tushundirdi. Amaliyotda ular bo'ri odam bo'lib, uzun yillardan yoki o'rmonlikning tinchligini qo'g'dab kelyotdi. Hamda Shaparanglar bilan qat'iy chiqish olmaydi. Yig'ib aytganda, biz mushu o'rmonlikni qo'g'daydigan Vang-Vangduy bo'lamiz. Ha, endi tushundim. Siz meni qo'g'daydigan bir ishdan, ha? Shundoq deb tushensingizmi bo'ladi? Sizlar odatda bir-biringlarni purab o'ynamsizlar. Bir-biringlarning tartini puraydigan ish bormi? Yo'q, siz xato tushunmang. Biz xili madaniyatli kishilar. Ha. Emas tozliq uyi kirganda bir putingizni ko'tarib olamsiz. Men nima deyapman, siz nima deyapsiz? Mening demoqchi bo'lganim, muhabbat degan bir cho'nqur dengiz. Siz ichiga cho'nqur cho'kkanda ondan kimning sizni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligini bila olasiz. Ha. Aslida cho'nqur cho'kish kerak ekanda. Yoqubning gapini xato tushungan Bella cho'nqur cho'kish uchun dengizga o'zini otdi. Yoqub Zaposchoq o'zining haqiqiy zaposchoqlik rolini joriy qildirish uchun Bellani yana qutqizib oldi. Ey jinim Bella, nim bo'layapsiz? Gap tushunamsiz, tushunmamsiz? Men tangni jiqishib olmagan bo'g'aytingiz. Men faqat suv o'ynay deb sakrab boqqan. Bu yerda suv o'ynagicha uyga qaytib turibingizni o'ynang. Yoqub, qaytib kel. Opam seni go'mishlar bilan o'ynamsin deydi. Oq ko'ngil Yoqub Bellani uyiga opirib qo'ydi. Bella uyga kirish bilan ko'z oldida Edvardning singlisi Alisni uchirtib qoladi. Tova, Bella, siz o'lmabsiz-ku. Siz polo yigini kelganmi? Yo'q, mening demoqchi bo'lganim, men sizni suvga sakrab olganingizni aniq ko'rgandim. Voy, nima deydigansiz? Men jiboqanda qilmagan ya. Men shundoq kelgusida bo'ldigan ishlarni ko'ralaydigan yomon xotindan, ha? Chi bo'lyapti-ku? Viyay, amsi men hozirla boray yeniga. Bu xabarni anglagan Bella darhol yo'lga chiqmoqchi bo'ldi. Meni tashlab ketmang. Men sizni yaxshi ko'raman-ku. Yoqubjon, siz saqlab turing. Men berib, u meni jujuya qilib etsa, qaytib kelib yana sizni izlayman. Bella Aliz bilan Edvardni izdigini boradi. Maydonning o'ttirda opqoqqa qaqinayotgan Edvardni ko'rgan Bella yugurib berib quchoqlab oladi. U ahmaq. Nimishki bunda qilasiz? Fang shayshong surmay talog'i chiqsangiz, teringiz kuyib ketsa qanday qilasiz? Jinim, terimning kuyikidan yuragimning kuyiki yomon. Edvard Bellani ilib birlikda o'zining boshlig'i bilan ko'rishdi. Shaparanglar guruhining boshlig'i Arif bu muhabbatga qattiq qarshi turdi. Sen uning bilan muhabbatlashsang bo'lmaydi. Bu odam sening yemakliging. Sen qachon odamlarning lag'man bilan muhabbatlashganini ko'rgan? Edvard bu hukmga qoyil bo'lmaydi. Hamda nochilik qilmoqchi bo'ladi. Bu andin ikki qachot yeb yuzidagi findilari tushib ketgandan keyin shu zaman miyovli bo'ladi. Bu chaqda Bella o'zining uni haqiqiy yaxshi ko'rdiganligi, uning uchun o'lishga rozi ekanligini aytadi. Hamda o'zining Shaparangga o'zgarishga rozi ekanligini so'zlaydi. Shaparanglar boshlig'i Arif bo'lsa, hozirgi jamiyat ko'rmagan bu shumlar nimani o'ylaydigan tong yo'qilisha menga deb ketkizib o'tadi. Edvard Bellani Shaparangga o'zgartish uchun ilib mangan yo'lda to'satdan Yoqub Zaposchoq mashinaning oldini to'raydi. Gapni aniq qiling. Bugun menga turamsiz yo uningmi? Jinim Yoqubjon, men sizni yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Lekin men uni yaxshi ko'raman. Chin qalbimdan yaxshi ko'raman. Shunglashqa siz meni yaxshi ko'rgandan keyin mening yaxshi ko'rgan narsamni cho'qim yaxshi ko'rishingiz kerak. Undaq shaxsiyatchilik qilmang. Mening pok suygimni hammanglarga tava. Chunki men pok suygimni qo'yib etdim havoga. Terib olsun suygi izlab yurganlar. Bo'ldi bas. Men bildim. Endi Yoqub Zaposchoq kelmasga ketdi. Men ishdamas, balki bo'ra isit sana qilgan aqidam. Uningdan keyin yana seni sevgindigan bo'lsam, ish bo'lib ketay. Yoqub kayniga burilib, hav-hav deb qo'yib ketib qoladi. Bella nimishqa Edvardni tanlaydi.
Filmning inchkalariga diqqat qiladigan bo'lsak, Edvardning oilasi bir cho'ng jamoat bo'lib, necha yerda zimini bor, qo'ngida mashinasi bor. Yoqub bo'lsa, Saratga bir eski uyi qota traktori bilan kiyim olgudek puli yo'q akalardan boshqa hech nimasi yo'q edi. Bizning Billa mushundaq ishlarga diqqat qiladigan qiz bo'lami? Yo'q, eng muhimi shuki, shaparanglar bilan to'y qilsa, uzun umr ko'rishdan boshqa mangu go'zal ruxsarni saqlab qola oladi. Ha, nima degan ulug' muhabbat bu? Mana bu haqiqiy chin sevgi-da. Shuning bilan bu kinorimizni oxirlashdi. Alohida eskartish. Yigitlar, muhabbatinglar mush kinoni birga ko'rimiz deb qolsa, qechinglar. Darhol qechinglar. Oldi kayninglarga qaramay, ishdan nima ko'tamay qechinglar.